Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani ijtimoiyat muhiti 84 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Shundan eni 305 metr, uzunligi 475 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar meva solish holatida. Ekinlarni yetishtirish 60 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 67 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotik yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor, Qayirma Agromil Plus MCJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 45 tonna, jami 450 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali ekin egalarining daromadini yanada oshirib boriladi.